Xonimchalarim, trayfelga zakazim bor edi. Bolalarga o'zimizga shunaqa konteynerlarga qilib qo'ydim, chunki bolalar bilasiz yaxshi ko'rishadi trayfelni. Sizlarga prozrachniy bo'lgani uchun orasini ko'rsatgim keldi. Eng tagida browni biskviti qanaqa qalin solinganini ko'ryapsizlar. Orasida malina, banan, tepasida bo'lsa morоженый krem. Hozir chetlarini tozalab, keyin ozgina xolodilnikda turgandan keyin ustiga shokoladning ganajini qo'yaman. Bunisi mana Snickers trifle. Sizlarga orasini ko'rsatmoqchiman. Maza qilib yeydigan bunga shokolad qo'ysam, mana hali bolalarim Napoleon xamirdan yasab qo'shadi. Hozir mana bunaqa 750 ml idishga ham xuddi shunaqa qilib solinadi sloylari. Trifle sloylari bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shu hozir qo'limda ushlab turgan idishim 4 ta odam to'yadi-da. 3 ta odam aniq to'yadi, 4 ta odamga yetadi. Shunaqa desam to'g'riroq bo'ladi. Mana shunaqa idishda bo'ladi. Sloylari bu одноразовый idishda ham xuddi shunaqa ketadi. Mana bo'ylarini ko'rishingiz mumkin. Почти barabar, даже men balanam. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda solinadi triflelar.